أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalomu alaykum Qur'on o'rganuvchilar. Tajvid darslarimizda davom etamiz. Bugun darsimizni 17-qismi. Darsimizni boshladik. Bugun vaqt qoidalarining 2-qismini o'tamiz. Darsimizni boshladik. Demak, 8-qoidasi. Ikki sukunli so'zda to'xtash. Ya'ni so'zlarni ikki sukunda to'xtaymiz. Bu so'zda sin harfi sukun va qoidaga ko'ra ro harfi ham sukun bo'lib to'xtash kerak. Endi shu ikki sukunli so'zlarni o'rganamiz. Demak, bu joyda la fi husr, la fi husr deb to'xtaymiz. Ya'ni sin harfida sukun bor, to'xtaymiz. La fi hus, unga sin harfiga domma, kasra, fatha hech narsa bermaymiz. Ro'ni o'zini sukunli holatda o'qib qo'yamiz. Ya'ni la fi husr. Bu joyda ham ayn harfi sukunli, dod harfi qoidaga ko'ra sukunli bo'lib to'xtaladi. Ala ba'd, ala ba'd. Shu holda to'xtaymiz. Keyingi so'zimizda min ilm, min ilm. Lam harfiga harakat berib qo'ymaymiz. Ya'ni lamdan keyin mim harfini o'zini sukunli holatda to'xtatamiz. Min ilm va lahu, va lahu. Ha harfiga ham harakat bermaymiz. Damma, kasra, fatha bermay ha harfini o'zini sukunli qilib to'xtatamiz va izidan vav harfini sukunli holda o'qib qo'yamiz. Va lahu. Keyingi qoida bu hamza an tanvini bilan tugaganda to'xtalsa a bo'lib cho'zib to'xtaladi. Ya'ni hamza so'z oxirida an tanvini bilan vaqf qilinsa an tanvini a bo'lib cho'zib to'xtaladi. Ya'ni alif bo'lmasa ham aslida cho'zilish uchun an tanvinidan keyin alif bo'lish kerak edi. Bu joyda alif bo'lmasa ham oxirida cho'zib to'xtaladi. Hamza kelgani uchun, hamza bilan an tanvini birga kelgani uchun. Shunda bu so'zimiz va nidaa deb o'qiladi. Bu joyda mat qoidalari bor, buni mat bo'limida o'rganamiz. Demak, an tanvini bilan hamza so'z oxirida birga kelgan holatda vaqf qilinsa hamza cho'ziq a bo'lib o'qiladi. Va nidaa shu holatda o'qiladi. Buni va nidaa deb cho'zmay aytib qo'ymaymiz. Keyingi 10-qoidamiz hamza sukunli bo'lib to'xtalsa ozroq urg'u berib to'xtaladi. So'z oxirida hamza sukunli bo'lgan holatda to'xtasa bu hamzani bildirib o'qiymiz. Ya'ni hamza borligini shu joyda bildirib o'qiymiz. Bu joyda bu hamza a bo'lib o'qilmaydi, bu ham i bo'lib o'qilmaydi. Faqatgina an tanvini bilan kelganda cho'ziq a bo'lib o'qiladi. Bu joyda hamza borligini bildirib o'qiymiz. Shufa'a, shufa'a, ala shay, ala shay degan holatda hamzani bildirib o'qiymiz. Buni ala shay'i deb hamzani bildirmay o'qib ketsak xato hisoblanadi. Keyingi tashdidli harfda vaqf qilinsa ikkisi ham o'qiladi. Tashdidli harf bilan tugagan so'zlar vaqf qilinsa tashdidni tagidagi harf ikkita hisoblanadi, ikkisi ham o'qiladi. Va tab, ya'ni ikkita ba harf ham o'qiladi. Bu yerda va tab
vatab bittasi o'qildi. Keyingi so'z ham sukunli holatda vatab bilhaqqu degan holatda ikkitasi ham o'qiladi. Ba harfi va qof harfi qalqala harf hisoblanadi. Buni keyingi darslarimizda o'rganamiz. Va oxirgi 12-qoida. Tashdidli nun va tashdidli mim to'xtalsa 2 harakat cho'zib o'qiladi. Nun va mim harfi tashdid bilan to'xtasa vaqf qilinganda x ham 2 yoki 4 harakat cho'zib to'xtaladi. Alayhin u nun joyida mim harfi bo'lsa ham 2 yoki 4 harakat cho'zib to'xtaymiz. Alayhim shu tarzda nun harfi bo'lsa ham, mim harfi bo'lsa ham 2 yoki 4 harakat cho'zib o'qiymiz. Demak, so'zlar takrorlaymiz. 2 sukunli so'zda to'xtash. Bu joyda 2 ta sukun kelyapti. Demak, birinchi sukunga harakat bermasdan o'qiymiz. La fi husr. Bu joyga harakat berib qo'ymaslik kerak. Husar yoki husur yoki husir degan holatda harakat bermay la fi husr ala ba'd min ilm va lahu. Keyingisi hamza an tanvini bilan to'xtalsa a bo'lib cho'zib to'xtaladi, alif bo'lmasa ham. Va nidaa demak, bu joyda alif bo'lmasa ham cho'zib to'xtaladi. Faqat an tanvini bilan kelganda. Keyingisi hamza sukunli bo'lib to'xtalsa ozroq urg'u berib to'xtaladi. Ya'ni hamza borligini bu joyda bildirib o'tamiz. Shufa'a ala shay xuddi shunday hamzaga urg'u berib to'xtaymiz. Ya'ni hamzani oxirida a yoki i deb to'xtab qo'ymaymiz. Keyingisi tashdidli harfda vaqf qilinsa ikkisi ham o'qiladi. Bu joyda tashdiddagida 2 ta harf bor. X ham o'qiladi. Va tab. Keyingisida qof harfi ham bu joyda 2 ta. Ustida tashdid bor. Bilhaqqu. Shu tarzda o'qiladi. Keyingisi tashdidli nun va tashdidli mim to'xtalsa 2 yoki 4 harakat cho'zib o'qiladi. Alayhin shu tarzda nun mim tashdidli bo'lib vaqf qilganda cho'zib o'qiladi. Bugungi darsimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi darsda